Dunyoda eng qimmat top 3 ta mashinka narxini bilasizmi? 3-o'rinda Gold Magic Clipper. Hammamiz biladigan Magic Clipper Bardoviyni yangi avlod pokoleniyasi hisoblanadi. Обороты bilan ham, qo'lga ixchamligi bilan, dizayni bilan ham prosta bomba qildi. Menimcha hamma yangi chiqayotgan hamkasb ukalarimizni orzusi hisoblansa kerak. Narxi $189. Ikkinchi o'rinda Ends Black Label Master. U hozirgi avlodlarda eng zo'rlaridan biri hisoblanadi. Undan oldingi pokoleniyalarga qaraganda ancha beshumligidan ajralib turadi. Chunshili uchun BMW motori qo'yilgan, lekin ovozi xuddi Tesla'nikidek. Narxiga keladigan bo'lsak, $249 chiqadi. Birinchi o'rinda o'zim ham yaxshi ko'rib ishlatadigan, biroz so'rasa unga ham maslahat bera oladigan mashinkam Style Club Clipper 2-avlod. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Narxi $299 chiqadi. Haqiqiy narxiga stoyib mashinka. Ma'lumot uchun, bu narxlar zavoddan chiqqan narx hisoblanadi. Bizga kelguncha nech pulga aylanadi, Xudo biladi. Bilsangiz kommentariyaga yozib ketinglar.